Mavzu bugunga juda ham yaxshi kimyoni eng muhim bir mavzulardan bittasi. DTMda bunga oid bo'lgan testlar har yili albatta tushadi. Tushunlaringizmi? Xo'p, bo'lmasam yozinglar mavzuni. Elektroliz deb qo'yinglar. Elektroliz. Endi shu yerda so'zma-so'z gapirsangiz ham elektr nima ekanligini yaxshi bilasizlar. Tok. Elektr toki qanday bo'ladi? Elektronlarni tartibli harakati поток elektronov называется elektron. Elektrический tok. To'g'rimi? Demak, elektronlar tartibli bir tarafga qarab harakatlansa, elektr toki deyiladi. Demak, mana shu elektr lizis nima ekanligini yaxshi bilasizlar. Lizosoma degan organoid nima ish qiladi? Kletkaning ichida, hujayraning ichida xuddiki haligi ovqat hazm qiladigan organoid hisoblanadi. Nimani? Hujayrani. Birorta bir moddalar kirsa, o'shaning ichida o'sha bilan yordamida parchalanadimi? U ferment bir narsani ishlab chiqaradimi? Demak, bu yerda gap chiqyaptiki, mana elektroliz tok yordami bilan parchalayman degan. Расщепляю при помощи электрического тока. Biz bungacha o'tdik, gidroliz degan mavzuni o'tdik. Bundan keyin o'tamiz termoliz. Ya'ni temperatura bilan parchalanish prosesslari. Endi bu haqida testlarda ham, boshqada ham ishlaganmiz. Misol uchun, muncha gradusda parchalandi mana bu modda degan narsalar eshitib ko'rgansizlar-a buni. Tuzlar mavzusida ko'rganmiz. Xullas, elektroliz degan so'zni so'zma-so'z tarjima qilinsa, tok bilan parchalash degan ma'no chiqar ekan. Endi elektroliz jarayonini amalga oshirish uchun hozir aslida elektroliz nima ekanligini sekin tushunib yetasizlar. Mana bunaqangi bitta idishda amalga oshiriladi. Elektroliz jarayoni. Xo'p, endi bu yerda mana bu idishni ismini elektrolizyor deysiz. Elektrolizyor yoki elektrolitik vanna, ya'ni elektroliz o'tkaziladigan idish. Buni tushunyapsizmi? Elektroliz o'tkaziladigan idish. Endi bu bitta inert moddadan yasalgan bo'lishi kerak. Inert nima degani? Inert degani uncha bunchaga o'zgarishga uchramaydi. Birov bilan uncha bunchaga nima bo'lib ketmaydi? Reaksiyaga kirishib ketmaydi. Ya'ni elektroliz natijasida bu yerda qanaqadir bir moddalar, sho'lchilar, ya'ni ishqoriy muhitga ega bo'lgan moddalar, kislotali moddalar, qanaqadir kislotalar hosil bo'ladi-da, o'sha kislotalar bilan reaksiyaga kirishib ketib qolmaslik kerak. Tushunasizlarmi? Shunaqangi darajada o'ziga reaksiyon sposobnosti, ya'ni reaksiyon qobiliyati yo'q почти modda bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Ana shunday. Xo'p, endi bu yerda mana bu ikkala narsa nima? Bu ikkala narsaning nomini elektrod deymiz. Nima ekan? Elektrod. Mana elektrod. Elektrod, mana u nima ekan? Elektrolizyor. Elektrolizyor, elektrod. Elektrodlarimiz ikki xil bo'ladi. Mana bunisini misol uchun anod deymiz, mana bunisini katod deymiz. Demak, ikkita elektrod bor ekan, anod va katod. Xo'p, anod nima desa, anod bu положительный, ya'ni plus tokka ulangan, mana bunisi esa minus tokka ulangan bo'ladi. Mana bu yerda akkumulyator bo'ladi. Akkumulyatorni bitta toki bu yoqqa ulanyapti, akkumulyatorni ikkinchi toki, kabeli qayerga ulanyapti ekan? Ikkinchi katodga ulanyapti. Xo'p, demak, anod va katod birgalikda demak mana shunday nimani hosil qildi. Endi mana bu yerda ikki xil modda elektrolizga uchrashi mumkin. Ikki xil. Bittasi eritma, rastvor, ya'ni eritma yoki rasplav, ya'ni suyuqlanma. Demak, rastvor yoki rasplav ikki xil. Ya'ni bittasi umumiy qilib aytadigan bo'lsa
elektrolit bo'lish kerak mana shu yerda. Elektrolit kim ekanligini yaxshi bilasizlar. Demak, aynan mana bundan bitta oldingi mavzuda o'tdik shu narsani. Elektrolit nima degani desa, eritma ko'rinishida yoki suyuqlanma ko'rinishida elektr tokini o'tkazadigan moddani elektrolit dedik. Yozdirib ham qo'ydim, to'g'rimi? Xuddi o'sha modda mana. Shu yerda o'sha moddalar elektrolizga uchraydi. Tasavvur qilaylik, shu elektrolitimiz AB modda. Ko'ryapsizlar mana, AB moddani men elektroliz qilyapman. Men hamma uchastnikini tanishtirib o'tdim sizga, qatnashuvchilarni, elektroliz jarayonida qatnashuvchilarni. Endi qarang, shu AB modda aytdik mana. Ionlarga ajralish kerakmi? Bo'lmasam elektrolit deyilmaydi-ku. Yo eritma ko'rinishida yoki rasplav, ya'ni suyuqlanma ko'rinishida elektr tokini o'tkazish uchun u nima hosil qilish kerak? Ionlar hosil qilish kerak. Demak, u ionlar hosil qilyapti. Demak, plus va minus ionlarni hosil qilyapti. Agar siz elektr tokini bitta ulab, mana shu AB moddani elektroliz qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagicha proses ketish kerak bo'ladi. A plus ionimiz, qarang, mana shu yerda A plus ionimiz mana bu deydigan bo'lsak, bu mana bu katodga qarab, ya'ni minusga qarab. Chunki bu plus-ku. Bu plus bo'lganligi uchun mana bu elektrodni qaysi qismiga? Katod qismiga qarab harakatlanish kerak bo'ladi. Tushunasizlar? Teskari противоположный tarafga qarab nima qiladi ular? Harakatlanadi. Plus zarracha, положительная частица kimga qaraydi? Minusga qarab harakatlanadi. Agar отрицательная частица bo'lsa, agar minus zarracha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kim u? B'si. B'imiz masalan aytaylik, mana bu yerda minus deydigan bo'lsak, u kimga qarab harakatlanar ekan endi? Anodga qarab harakatlanadi. Xo'p, u yerga borsa nima bo'ladi? Nima bo'pti borsa desa, A plus, ya'ni bu elektronlarini kim olib qo'ydi? B olib qo'ygan. To'g'rimi? Mana bu soediniyada, mana bu birikmani ichida olib qo'yganmi? Shuning uchun bu plus, bu minus bo'lib qolgan-ku. Endi elektr toki shunaqangiki, elektr toki mana buni yo'qotgan. Aytaylik, men bitta plus qo'yapman-da, xushnud bu yerga. Endi bu yerga masalan ikkita pluslik, uchta pluslik moddalar ham bo'lishi mumkin-da. U stepena kislinasiga qarab turib o'zgaraveradi, oksidan darajasiga qarab turib. Demak, yo'qotgan bitta elektroni bormi buni? O'sha elektr toki aytadiki, "Ma" deydi, "Men senga beraman o'sha elektr tokini" deydi. "Men o'zim narigi moddadan olib olaman" deydi, narigi iondan deydi. Tushunasizlarmi? Demak, shu bitta elektronni bunga bersa, bu qanday holatga o'tadi? A0. Ya'ni plusdan 0 ga o'tsa, bu jarayon oksidlanish jarayoni deyiladimi yoki qaytarilish jarayonimi? Окисление или восстановление? Восстановление. Ya'ni qaytarilish jarayoni ketyapti bu yerda. Demak, восстановление. Ya'ni qaytarilish jarayoni ketdi mana. Endi aytinglar, восстановление protsessi kimda bo'ldi hozir? Qaytarilish jarayoni kimda? Anodda bo'ldimi, katodda bo'ldimi? Kimda bo'ldi? Qaranglar, mana plus kimga bordi? Katodga bordimi? Demak, katodda qaysi proses bo'lar ekan? Восстановление protsessi bo'lar ekan. Katod mana. Xo'p, endi ikkinchisini analiz qilamiz. B'imiz. B minusmidi? Endi mana B minus edi. Xo'p, unda o'ziga tegishli bo'lmagan bitta lishniy elektron bor, ortiqcha elektron turibdi. Mana. Xo'p, shu bu yoqqa o'tganda elektron mana bu anod, mana anodga bordi. Anodda bundagi lishniy elektronni nima qilib qo'yapti? O'y deydi, bu senga tegishli bo'lmagan elektron edi deydi. Ber bu yoqqa deydi. Men u yoqqa seni o'rningga deydi. Kimga berib qo'ydim? A ga seni o'rniga men elektron berib qo'ydim. Endi sen mana uni menga berishing kerak. Ber bu yoqqa. Tushunasizlar? Bersa, bu B0 ga o'tdi. Xo'p, minusdan 0 ga o'tsa nima bo'ldi? Окисление protsessi bo'ldi. Ya'ni oksidlanish protsessi bo'lyapti.
Okisleniya bo'ladimi? Ha? Mana yami? Xo'p, okisleniya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oksidlanish protsessi ketyapti mana. Oksidlanish. Ana, oksidlanish kimda bo'ldi? Anodda bo'ldimi, katodda bo'ldimi? Anodda bo'ldi. Вот. Elektroliz o'rtoqlar, mana unisi elektroliz deyiladi. Mana shu proses. Endi aytinglar, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, elektroliz nima ekan desa, elektr toki yordamida mana qanaqa reaksiyalar mana ular? Oksidlanish reaksiyalarmi? Demak, oksidlanish qaytarilish reaksiyalari elektr toki yordamida boradigan deb tushunib olsangiz bo'laveradi. Tushunasizlarmi? Kimlarni elektroliz jarayoni bo'ladi bu yerda desa, elektrolitlarni. Elektrolitlarni elektr toki yordamida oksidlanish qaytarilish reaksiyasiga kirishishi nima deb atalar ekan? Elektroliz deb ataladi. Tushunarli? Окислительно-восстановительная реакция электролитов при помощи электрического тока. Yozib qo'ying. Elektrolizni mana shu to'laqonli qoidasi bo'ladi. Demak, окислительно-восстановительная реакция электролитов при помощи электрического тока. Shunchaki qoida yozing, keyin yozaverasiz buni. Hozircha buni yozish shart emas sizga. Keyin ko'chiraverasiz. Elektroliz nima ekanligini ham tushunib oldik. Aslida nima bo'layotganligini, qanaqa proses bo'lishligini, nimaga elektroliz deyilishligini tushundikmi? Demak, shu orqali mana bu moddalar o'zgarib ketadi. Endi qaranglarda, faqat biz elektroliz deb mana shu prosesda aytamiz. Mana haqiqiy elektroliz. Lekin ba'zi moddalarda mana shu prosesdan keyingi etaplar ham bo'ladi. Tushunasizmi? Keyingi bosqich ham bo'ladi. Endi o'shunga qarab turib, masalan biz hozir bir boshdan ko'rib chiqamiz, qaysi moddalar elektrolizda katodda nima chiqaradi-yu, anodda nima chiqaradi. Tushunasizmi? Shularni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Ketdi. Qani birinchi holatimiz. Xo'p. Odatda elektroliz bo'ladigan moddalarimiz kimlar desa elektrolitlar, to'g'rimi? Elektrolitlar kimlar desa, yo rasplav yoki rastvor ko'rinishida elektr tok o'tkazadigan moddalar. Yo suyuqlanma ko'rinishida, yo eritma ko'rinishida elektr tok o'tkazadi. Ionlar hosil qiluvchi. Endi biz elektrolitlar deb kimlarni aytganmiz desa, birinchi o'rinda aytganmiz, ishqorlarda aytganmiz. Ya'ni kimlar ular? Sho'lchilar. Ishqorlar. Kimlar edi ular desa, litiydan boshlab seziygacha, endi fransiyni ham olsangiz bo'laveradi berilsa, xo'p, kalsiydan kimgacha? Bariygacha bo'lgan elementlarni aytganmiz. Metallar sifatida. Shularni kimlari? Gidroksidlarini aytganmiz. Masalan, men hozir sizga gidroksid natriy desam, natriy gidroksid desam, buni sho'lchi deysizmi yoki boshqami? Ishqorda bu rosmana ishqor, gidroksid bu. Tushunarlimi? Вот. Ana endi elektrolit deb turib, biz kislotalarni aytganmiz. Kislota. Endi kislotalarimiz ham ikki xil bo'ladi. Silniy, slabiy bo'ladi, mana. Kuchli, kuchsiz kislotalarimiz bor. Endi qarang, kuchlisi ham, kuchsizi ham babi elektrolitmi? Shuning uchun elektrolitlar qatorida ketaversin kislotalarimiz ham. Endi faqat biz bo'lib olamiz ikkiga, kuchli va kuchsiz kislotalar qilib. Va kuchli, kuchsiz kislotalarni qanday qilib ajratish masalasini ham sizga o'rgatganman, aytganman, ha? Yaxshi. Endi yanachi desa, o'zimiz o'sha tushunishimiz uchun belgilagandik. Tuzlar, ya'ni soli. Tuzlar qanday qilganmiz? Qanaqa tuzlar desa, odatda bir tuzlar.
undan keyingisi 1-0 tuzlar bor, undan keyingisi 0-1 tuzlar. Buni nima dedik? Birinchini основание dedik, ikkinchisini kislotniy ostatik dedikmi? Metal kislotniy ostatik. Ya'ni ikkalasi ham bir-bir bo'lsa, ikkalasi ham kuchlilar. Ya'ni bunaqalarga kimlar kiradi primerga desa, kirishi mumkin bo'ladi mana. Natriy xlor kirishi mumkin, sulfat kaliy kirishi mumkin. To'g'rimi? Xo'p, mana bitta kislorodi bor, bitta kislorodi yo'qdan ham qo'shib qo'yapman. Endi mana bunaqangi 0-1 tuzlarimizga misol qilib nimani aytsa bo'ladi desa, natriy nitritni misol qilib aytsa bo'ladi mana. Shundaycha qolsa mana natriy nitrit. Skopga qo'ymasangiz ham bo'laveradi mana. Natriy nitrit. Ko'rasiz-a? Nitrit azotista eksotan astatikmi bu? Nitrik eksotaniki kichik slabiy hisoblanadi, kuchsiz hisoblanadi. Undan keyin yana nimani aytsa bo'ladi? Kaliy misol uchun sulfit yoki aytishingiz mumkin, yoki kaliy sulfid aytishingiz mumkin. Mana uni ham olsa bo'laveradi. Xo'p, yana mana bu 0-1 tuzlarimizgacha. 0-1 tuzlarimiz sulfat medidva, miski sulfat. Olsa bo'ladimi buni? Albatta olsa bo'ladi. Mana turibdi. Yana nimani aytsa bo'ladi? Nitrat sinka, ruh nitratni buni ham olsa bo'laveradi. Xullas, mana shu moddalar nima deyilar ekan? Elektrolitlar deyiladi. Endi shu elektrolitlarimiz, butun hamma elektrolitlarimizni ikkitaga bo'lib olamiz. Ikkiga bo'lib olamiz elektrolitlarni. Tarkibida kislorodi borlar, tarkibida kislorodi yo'qlarga ajratib olamiz. Tushunarli? Ketdi. Kislorodi borlar kimlar desa, sho'lichlar. Hozir shu klassifikatsiya qilib berganimdan keyin shunaqa oson bo'lib ketadiki, qarang, ishqorlar. Xo'p, yana kimlar? Kislotalarni kuchli kislotalarimizdan o'sha kislorodlilari, tushunasizlar uni. Kislotalarni yozib qo'yapmiz, mana kislota qanaqa kislota ekan? Kislorodi bor kislotalarimiz, tuzlar. Mana, endi primer sifatida mana natriy gidroksidni olishim mumkin. Kislota sifatida serniy kislotani olishim mumkin va H xlorni ham olishim mumkin. Kislorodi borlarning ichida bu nima qiladi? Ko'rdinglar-a? Xo'p, tuzlarimiz ichidan-chi desa, natriy sulfatni olishim mumkin bo'ladi. Ko'rdinglar-a? Nima ketyapti? Xo'p, endi tuzlarimiz ichidan mana bunaqasini ham olib qo'yapman. Sulfat medidvani ham olib qo'yapman. Ko'rdinglar-a mana? Elektrolit bo'lish uchun yo sho'lich bo'lish kerak. Alhamdulillah. Rahmat. Xo'p, natriy mana gidroksid bo'lish uchun natriy gidroksid olyapman, kislota bo'lish uchun kuchli kislota olyapman. Kuchli kislota olyapman. Ko'ryapsizlar-a? Men kuchsiz kislota oldimmi hozir bu yerga? Yo'q. Kuchli kislota, kuchsiz kislotadan ham qo'shib qo'yaylik. Mana buni ham olib qo'ydim. Endi mana bu yerda natriy sulfatni oldim, buni oldim. Endi mana ustidan ham olib qo'yaveraylik, natriy nitrit. Buni ham oldik. Qaranglar mana. Ikkalasi ham kuchli bo'lgan tuz, bittasi kuchli, bittasi kuchsiz bo'lgan tuz. Mana undachi desa, bu kuchli, bu slabiy bo'lgan, kuchsiz bo'lgan tuz. Ko'rdinglaringiz-a? Ajratdim. Endi mana undachi desa, sho'lichlar bunga kirmaydi, chunki sho'lichlarda, ishqorlarda hammasida nima bor? Kislorod bor. Kislotalarning ichidachi kislorod yo'qlar bormi? Bor. Demak, masalan, H xlorni aytishim mumkin. H yodni aytishimiz mumkin. Haqiqatan ham endi kim? H brom? Xullas o'sha primerga yetadi mana shu. Endi tuzlarimiz ichidan-chi desa, tuzlarimiz ichidan kislorodi yo'qlarga, misol uchun xlorid medidvani olsam bo'ladi. Mana, kislorodi yo'qmi shuni? Xo'p, olsam bo'ladi, misol uchun kaliy ftaridni olsam bo'ladi. Kislorodi yo'g'i yetadi mana shu primer. Tushunasizmi? Kaliy sulfidni olamanmi, boshqasini bo'laveradi. Olsam yetadi mana shu. Endi ketdi. Biz tuzni
Mana bunday qilib yozamiz. Mana bu yer tugadi. Biz klassifikatsiyaga ikkiga ajratib oldik. Metal va kislotniy ostatik. Har qanday tuzni ko'rinishi xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Yaxshilab ikki qulog'ingiz bilan eshitib oling. Metal va kislota qoldig'idan iborat bo'ladi tuzlar, to'g'rimi? Endi qarang. Mana bu sho'lichlar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Mana shundan kelib chiqib turib xulosa chiqarib qo'ysangiz bo'laveradi. Ketdi, qarab turing. Agar metal kuchli bo'lsa, kim u kuchlilar? Mana ularmi? Agar metal kuchli bo'lsa, elektrolizda uni o'rniga vodorod chiqadi. Katodda agar metal kuchli bo'lsa, uni o'rniga kim chiqargan har doim? Vodorod chiqadi. Agar kislota qoldig'i kuchli bo'lsa, kuchliligida gap emas. Kislota qoldig'ini tarkibida kislorodi bor bo'lsa, o'rniga kislorod chiqadi. Qarang, ikkiga ajratyapmiz mana. Metal deb turyapman, mana metal deyapman-da. Metal deb turib skobkaning ichiga kuchli deb qo'yapman. Agar metal kuchli bo'lsa, uni o'rniga kim chiqarkan katodda? Kim chiqarkan? Vodorod. Agar kislota qoldig'i kislorod содержащий bo'lsa, ya'ni kislorodi bor bo'lsa, uni o'rniga anodda kim chiqarkan? Har doim kislorod chiqarkan. O'rtoqlar, juda nima esdan chiqarib qo'yadigan, miyani chalg'itadigan narsa emas, qaranglar. Metal oddiy mana misol. Metal agar kuchli bo'lsa, har doim o'rnidan kim chiqarkan? Vodorod chiqarkan. Agar kislota qoldig'ini ichida kislorodi bor bo'lsa bo'ldi, o'rniga kim chiqarkan? Kislorod chiqarkan anodda. Tushunarli? Chunki nimaga? Kislota qoldiqlari har doim ionlarga dissotsiatsiya bo'lganda отрицательный znak bilan bo'ladimi? Minus bo'ladimi? Minuslar Bda endi mana. Ularda anodda bo'larmi axir proses? Mana shuning uchun anodga aytayapman-da buni. Mana anod deb yozyapman. Demak, agar buni kislorodi bor bo'lsa shunday. Endi qarang, ikkinchi holat. Agar metal kuchsiz bo'lsa-chi, slabi bo'lsa, kuchsiz metal bo'lsa, katodda o'zi chiqadi. Agar kislota qoldig'i kislorodi yo'q bo'lsa, o'sha kislota qoldig'ini o'zi molekulyarniy sostaviyada anodda chiqib ketadi. Qaranglar, metal slabi bo'lsa, metalni o'zi chiqarkan katodga. Kislota qoldig'i kislorodi yo'q bo'lsa, o'shani o'zi chiqadi. Hozir primerlar bilan tushuntirib beraman. Tushunarlimi? Shu joygacha kim tushunmay qoldi biror narsaga? Qanday qilib klassifikatsiya qilayotganimizni ham tushunyapsizlar moddalarni. Endi shuni bildingizmi, bo'ldi, u yoqqa ketaveradi. Siz kuchli kuchsizni farqiga borsangiz, mana bu yerdan mana. Xo'p. Endi hozir yuqorida aytgan moddalarimizni mana shu aytganim bo'yicha bir ikkita misollar bilan qanaqa elektroliz bo'lishini ko'rib chiqamiz. Tushunlaringizmi? Ketdi. Mana buni qaranglar. Birinchi bo'lib natriy sulfatni ko'raylik. Undan keyin natriy xlorni ko'raylik. Ana undan keyin sulfat medidivani ko'raylik. Undan keyin mana qaranglarda, kuchlilarni ichida mana ikkalasi ham kuchli, mana kuchli asos, kuchli kislota qoldig'i. Bunda ham kuchli asos, kuchli kislota qoldig'i. Abdulloh, tushunyapsanmi? Mana u yerda kuchsiz asos va kuchli kislota qoldig'i. Bu yerda ham kuchsiz, kuchli. Faqat nima farqi bor? Kislorodi bor, kislorodi yo'q. Kislorodi bor, kislorodi yo'q. Tushunlaringizmi? Endi mana kislota qoldig'ini kuchli kuchsizligini vobshe qizig'i yo'q. Muhimi kislorodi bor yoki yo'qligida ekan xolos uni. Mana shuning uchun biz kislorodi bor, kislorodi yo'q, kislorodi bor, kislorodi yo'q deylar, bo'ldi. Shunaqa tushuninglar. Kelishdikmi? Ketdi. Birinchisi, ya'ni mana bu A, B, C, D deydigan bo'lsak, A vitni ko'rib chiqamiz. O'zi bitta A ni tushuntirganda yo'q, ham yo'q tushunib bo'lasiz. Xo'p, natriy sulfat. Xo'p, agar uni suvga tashlasangiz, ya'ni eritmasini tayyorlaydigan bo'lsak,
unda ikkita ion hosil bo'ladi. Natriy ionlari ikkita va sulfat anionlari ikkita chiqadi. Tushunasizlar? Sulfat va natriy ionlari chiqadi. Mana buvimiz bo'yicha kuchli, mana xo'p, kislorodi bor, mana kislorodi bor, kislorod qoldi bu. To'g'rimi? Ikkiga ajradimi? Endi buni elektroliz qilaman desam, aslida kimyoviy proses ham bunaqa bo'ladi. Elektroliz jarayonidagi. Xo'p, nimalar bor? Uxlab qolyapsiz. Xo'p, natriy, ikkita natriy, ikkita elektron yo'qotganmi ikkalasi bittadan? Jahongir tushunapsanmi shuni? Mana shuni elektr toki nima qildi endi? Qayerga bordi bu? Katodga bordi. Yaxshi, mana katodga bordi natriy. Boruvdi. Bu xuddi haligi olmasini yo'qotib qo'ygan bolachada, undan sal baqatroq bola urib olib qo'ygan yoki bo'lmasa tortib olib qo'ygan. Ikkita bolachani bittadan olmasini olib qo'yishibdi haligi bola. Endi o'sha yo'qotganini elektr toki beradi. Yig'lama deydi, mana men senga beraman shu ikkita elektron. Mana ikkita olmani berdi. Beruvdi. Bu восстановление bo'ldi. Ya'ni o'zini qayta nima qildi? Tikladi va natriyga aylandi. Natriyga 0 bo'ldi. Ikkala natriyligicha turibdi mana. Faqat natriy o'ta darajada aktiv metal bo'lganligi uchun suvni ichida mavjud emas u. Turolmaydi. Nimaga? Chunki o'sha zahoti hosil bo'lishi bilan kim bilan reaksiyaga kirishadi? Suv bilan reaksiyaga kirishib ketadi. Tushunasizlar? Demak, mana shu natriy, mana o'sha ikkala natriy suv bilan reaksiyaga kirishganida natriy gidroksidga aylanadi va vodorod gaz bo'lib chiqib ketishni boshlaydi. Qaranglar, katodda yakunda kim chiqyapti? Endi tushundilaringizmi? Katod agar kuchli bo'lsa, o'rniga vodorod nimaga uchun katodda chiqishligini? Chunki hosil bo'lgan metal shu zahoti kim bilan reaksiyaga kirishib ketar ekan? Suv bilan reaksiyaga kirishib ketib qoladi. Tushunapsanmi? Hamma tushunyaptimi, Akmal? Sizlar ham tushunapsizlar? Bo'ldi. Demak, mana o'sha aytilayotgan proses. Mana bu yerga 2 qo'yib reaksiyani tenglab qo'ysak bo'ldi. Mana shuning uchun katodda vodorod chiqadi deb aytayapmiz. Endi nimaga anodda kislota qoldig'iga kislorodli bo'lsa, nimaga kislorod chiqadi desa, bilib olinglar. Kislorodli kislota qoldiqlarini o'rniga suvni tarkibida mavjud bo'lgan OH ionlari boradi. Qarang. Anodda bo'la turgan prosesga ketyapmiz. Qaranglar. Anodga nima kerak? Elektr toki ikkita elektronni olib kimga berib qo'ydi? Kimga berib qo'ydi? Natriyga berib qo'ydi. Natriyga berib qo'ydi. Endi mana buni qaranglar, bo'la turgan prosesni qaranglar. Men sizga tushunadigan tilda tushuntiryapman-da. Qarang. Elektronlarni bergandan keyin elektr toki shunaqangiki, kimgadir ikkita berdimi, demak kimdadir ikkita olib olmasa bo'lmaydi. Уравнениyani, ya'ni o'sha nimani saqlab qolish kerak, ravnovesiyani. Tushunarlimi? Berdimi, demak albatta olib olishi shart. Endi olib olish uchun u ikkita nimani ionda sud qilish kerak bo'lib qoladi mana. Sulfatni chaqirish kerakmi? O'y sulfat deydi, bu yoqqa kel deydi. O senda deydi yoki senga o'xshaganlarda o ikkita nima turibdi? Lishniy elektron. U seni elektroning emas deyapti mana elektronda. Tushunasizlarmi? Seni elektroning emas, ber o'shani deyapti. Sulfat kuchli bo'lganligi uchun suvni tarkibida o'rtoqlar vodorod bilan OH ionlari doimo mavjud bo'ladi. Oz miqdorda bo'lsa ham borda suvning ichida aytganman buni sizga. Xo'p, bor. Bular gidroksonikatsioni agar suv ikkisida eritilgan bo'lsa, har xil ko'rinishda turadi. Xolos, asosiy shu, ikkalasi ko'rinishda turibdi. Sulfat nima qiladi? Sulfat aytadiki, bu kuchli bo'lganligi uchun mana bu suv molekulasidan hosil bo'lgan ikkita vodorod va ikkita OH turgan bo'lsa, bu sulfat minus-ku o'ziga mana bu vodorod ionlarini nima qiladi? Suvnikini olib olar ekan. Suvnikini olib ketsa, xuddiki endi mana unda как будто ortiqcha elektron yo'q o'xshab qoladi. Sulfat oksidiga aylanib qoladi endi.
Aylanib qolsa, iloji yo'q, mana qoladimi endi? Bechora mana OHdan ko'ra sulfat ionlari vodorodni o'ziga kuchliroq tortadi eritmada. Tushunasizlarmi? Qaranglar mana. OH ga nisbatan mana sulfat ionlari kuchli bo'lganligi uchun vodorod ionlarini o'ziga nima qilar ekan? Suvni vodorod ionlarini olib qo'ysa, suvni OH ionlari qolib ketadi. Endi shuni elektr toki kimdandir ikkita elektron olish kerak-ku baribir. Shuni qarasa sulfatda ikkita ortiqcha elektron turibdi. Tushunasizlarmi? Haligi o'zi mana ikkalasi ham mana OH bilan ikkalasi, misol uchun vodorodni ikkitasidan ikkita olmani olib qo'yib OH ham turibdi. Sulfat ham bor, ikkita kimnidir elektronni olib qo'ygan, ikkita olmasini olib qo'ygan. Prosta sulfat shuni vodorodni qo'lidagi vodorodni olar ekanda, vodorod shlyapada tupet ustiga yopib qo'yar ekan olmani. Yo'q, menda hech kimdan hech narsa olganim yo'qman deydi, xuddikida. Tushunasizmi? Keyin elektr tokimda qarasa haqiqatan sulfatda hech narsa yo'qqa o'xshayapti. Qarasa OHda ikkita qo'lda olma turibdi-da. Tasavvur qilyapsizlarmi? O'zi aslida mana ikkita vodorod, ana nimaniki edi? OHdagi ikkita elektron, ikkita ortiqcha elektron kimniki edi? Vodorodniki edi. Xuddiki u vodorodga sulfat nima qilyapti? Men buni ushab tur deyapti-da. Vodorodga men bu ikkala olmani ushab tur deyapti. Shuni ikkita olmani vodorodga beradi. Xuddi unda o'sha momentda yo'q bo'lib turib, ikkalasi bir-biri bilan sulfoksidga aylanib oldi, sernoksidga aylanib oldi. Anovi mana vodorodni olmasini olib qo'ygan OH elektr tokiga ro'paro kelyapti. Tushunasizlarmi? Bu yoqqa keldi. Tushunlaringiz? Demak, endi anodda xullas kalom kislorodi bor bo'lgan agar kim bo'lsa ham, anod bo'lsa bo'ldi, anodda bo'lsa bo'ldi. O'sha ikkitasidan ikkita elektronni elektr tok olib qo'yadi. Bu yoqqa keldisa, endi mana bu bitta suv bilan yarim mol kislorodga aylanib qoladi. Mana yarimni 2 ga ko'paytirsam 1 bo'ladimi? Bitta kislorod, mana bu bilan ikkita kislorod bo'ldi, mana bu bilan ikkita vodorod mana. Ikkita kislorod, ikkita vodorod. Teng keldimi? Demak, anodda nimaga kislorod chiqishini bildilaringizmi endi kislorodni borlarda? Katodda nimaga vodorod chiqishi-yu, anodda nimaga kislorod chiqishligini bildilaringizmi? Omijon tushundingmi? Aniq. Temur, tushundingmi? Bo'ldi. Mana shu sabab bilan ular elektroliz jarayonida katodda vodorod, anodda kislorod qanaqa molni saqlashida chiqar ekan, qarang, e'tibor beringlar. Ana har doim bilib olinglar, shunga o'xshagan moddalar elektroliz bo'lsa, 1 mol vodorod chiqqanda yarim mol kislorod chiqar ekan. Yokida gram bo'yicha aytmoqchi bo'lsangiz, mana mol bo'yicha aytdik, mana 1 molga 0.5 mol chiqadi har doim, yoki bo'lmasa buni o'rniga 2 gramga o'rniga 16 gram chiqadi deysiz. Har 2 gram vodorod chiqqanda katodda bilingki anodda 16 gram kislorod chiqqan bo'ladi. Tushunarlimi? Endi asosiy joyi qoldi. Ne asosiy emas, elektrolizdan keyingi protsess qoldi. Qaranglar, hosil bu bo'lgan, mana shu yerda elektroliz tugagan, mana bu yerda. Mana natriy hosil bo'lganda va mana bu protsess bo'lganda mana shu yerda to'xtagan elektroliz, mana to'xtagan. Prosta hosil bo'lgan mana modda bundan keyin suv bilan reaksiyaga kirishga o'tsa, elektroliz protsessi emas, elektroliz natijasida bo'ladigan protsess bu. Tushunarlimi? Xo'p, endi xullas gapni naqasi eritmamizda kuchli gidroksid hosil bo'lgan, natriy gidroksid. Eritmada mana ikkita vodorod hisobiga sulfoksid hosil bo'lib qolganmi? Endi qaranglarda, bitta kuchli kislota turibdi, sulfoksida. Va bitta gidroksid turibdi, ikkalasi bitta eritmada mavjud bo'la oladimi? Yo'q. Ular sirazu nima qiladi? Yana qaytadan avvalgi formasini hosil qiladi. Mana sernoksid turibdi, natriy gidroksid turibdi. Mana ikkita natriy gidroksid turibdi, bu bitta sernoksid turibdi. Ikkalasi shuni kirishadi-da, yana qaytadan avvalgi natriy sulfat qancha bo'lsa, xuddi o'shancha natriy sulfat yana hosil qilib, mana bunday qilib ajrab qo'yaveradi. Ko'rdilaringizmi? Baribir eritmada kim qolyapti? Natriy sulfatmi? Aldangan kim bo'ldi? Suv bo'ldi. Manon bilan suv reaksiyaga kirishi vodorodni berib yubordi. Chunki natriyning o'zini vodorodi yo'q edi-ku. Vodorod kimdan chiqqan axir?
Suvni vodorodi mana shu. Xo'p, mana u yerda vodorodni olib qo'ygan bo'lsa ham, baribir parchalangan kim bo'ldi? Suv bo'ldi. Suvdan kislorod chiqdi. Xullas, katod aldab vodorodni chiqaryapti, anod aldab kislorodni chiqaryapti eritmada. O'zlari baribir o'zgarmadi, sulfat natriyligicha qoldi eritmada. Tushunarlimi? Xullas, haligi oddiyroq qilib tushunadigan bo'lsak, bunaqangi kuchli moddalarda kimlar? Ishqorlar, masalan, natriy gidroksid deysizmi? O'zida, sulfaksatani o'zida ham va ulardan hosil bo'lgan natriy sulfat tuzida ham faqat kim elektrolizga uchrab qolar ekan, xuddiki suv kamayar ekan xolos. Tushunasizlar? Moddani o'zi elektrolizga uchraydi, prosta kamayayotgan narsa faqat suvning hisobidan kamayish bo'ladi. Yo'lbek tushundingmi? Qolganlarchi? Tushunasizlar? Mana bu birinchi protsessni biz analiz qildik. Endi ikkinchi protsessni analiz qilamiz. Xo'p, mana u yerga B protsessni yozyapmiz. Bu kim? Natriy xlormidi? Mana natriy xlor. Bu ham elektrolit. Natriy bilan xlorid ionlarini hosil qiladi. Endi bu kategoriyamiz bo'yicha metal kuchli bo'lyapti. Metal kuchli bo'lyapti. Lekin kislotni astatik qanaqa? Kislorod yo'q bo'lsa kim chiqadi? O'zi chiqadi. Qarab turlik, ketdi. Natriy nima bo'lishini ko'rdingiz-a? Natriyga bitta elektron beradi. Mana shu yerda evaziga natriy hosil bo'ldi. Bu natriy suv bilan reaksiyaga kirishdi. Natriy gidroksidga aylandi. Plus kim chiqyapti? Vodorod chiqib ketyapti bu yerdan. Mana reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, yarim mol vodorod chiqib ketyapti mana. Mana reaksiya sizga. Ko'rdingiz-a? Endi anodchi desa, anod xlormi? Bunda bitta lishniy elektron bor edi. Elektr toki buni olib qo'ydi. Xlor molekulasiga aylanib qoldi. Qancha? Yarim mol xlor molekulasiga aylanib qoldi. Ko'rdingiz-a? Endi qarasangiz, yarim mol vodorod, yarim mol nima chiqib ketyapti? Xlor chiqib ketyapti. Endi qarasak, o'zi 1 ga 1 ekan. Yarimga yarim degani 0,5 ga 0,5. 1 к 1 molniy соотношениеda, demak, xuddiki H xlorga massa kamayadi. Bitta vodorod, bitta xlorga. Ya'ni ekvivalent hisobida 36,5 kamayadi deb hisoblasangiz ham bo'laveradi. Chunki mana yarim mol vodorodingiz 1 gram, mana uni yarim mol 35 gram bo'lsa, ikkalasini qo'shib qo'ysangiz qancha bo'ladi axir? Katodda vodorod, anodda xlor chiqib ketayotganligini hisobiga. Tushunasizlarmi? Vot, mana shunday qilib tushunish kerak. Mana isbot, mana xlor o'zi chiqqan paytda, mana bu yerda kislorod yo'q bo'lsa nima chiqadi dedik? O'zi chiqadi, faqat molekulyarniy asosda chiqadi deb aytdim. Ko'rdingiz-a? Deyarli hammasida shunaqada. Endi ba'zida, misol nimaga menga 2 qo'yib qo'ymayapman, chunki ba'zilarida molekulyarniy asosda emas, misol uchun sera bo'ladigan bo'lsa, serani o'zi chiqadi, u sera 2 yozilmaydi-ku. Tushunlaringizmi? Ana shuning uchun. Xo'p, tushundimmi hamma natriy xlordan nima bo'lishligini? Endi S kategoriyasiga o'tyapmiz. Xo'p, S da nima bo'ldi endi? Sulfat med 2 ketdi, suvda eridi, med ionlarini hosil qildi, sulfat anionlari chiqdi. Endi qarang, medda nima bo'ldi? Mana bu yerdan ko'rsatib beryapman. Med ikkita ortiqcha elektronni olib qo'yganmi medni? Medning ikkita elektronlarini olib qo'yganligi uchun elektr toki unga ikkita elektron beradi, ikkita med atomlari hosil bo'ldi. Va u katodda bo'lyaptimi bu proses plus bo'lganligi uchun borib katodga nima qildi? Yopishdi. Endi qaranglarda, agar metal kuchsiz bo'lsa nima chiqar ekan katodga? Bo'ldi, o'zi chiqadi. Med suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. Tushunasizlarmi? Darodanga u, masalan, aytaylikki, uni o'rnida hamma o'zi vodoroddan teng bo'lib, vodoroddan o'ngda turgan bo'lsa, vodoroddan o'ngda turibdi degani вообще vodoroddan passiv degani. Borib suvni elektron vodorodini so'rasa, ana suv ketiga tepib haydab yuboradi uni. Va bor yo'qoldi dedi. O'zingdan katta odamdan joy so'rayapsanmi sen degandaqa. Tushunasizlarmi? Короче, bo'lmaydi. Hatta reaksiya ketmaydi mana bu yerda. Endi shu katodda o'zida qoldi yopishib. O sulfatchi. Sulfat nima bo'ldi? Sulfat 2- edi. Bu sulfat ionlari восстановление bo'lmaydigan o'rniga kim bo'lar ekan? O'rniga aytyapman-ku, sulfat kislorod содержащий bo'lsa nima bo'lamiz ekan mana? Kislorod chiqarganmi o'rnida? Demak, ikkita OH bitta suv bilan
yarim mol kislorodga aylanadi. Ko'rdilaringizmi? Demak, anodda kim chiqyapti? Kislorod содержащий bo'lganligi uchun kislorod, katodda metal slabi bo'lganligi uchun metalni o'zi chiqadi. Unda eritmada kim qoladi? Qarang, metal chiqib ketdi. OH suvga, kislorodga aylandi. Kim qoldi eritmada? Serneksada qoldi. Chunki nimaga? Mana OHni vodorodini sulfat olganmidi o'ziga? Serneksada deganim endi u. Bo'ldi, qani bitta sulfaksida ishtirok etgan. Mana sulfat qolgan edi. Mana uni ikkita ketayotgan bo'lsa, buni mana bu yerda ikkita vodorodi ham bor edi. O'sha ikkita vodorod kimga o'tdi endi keyin? Suvni vodorodini sulfat o'ziga olib qo'ysa, suv bechorani ikkita OH qolib ketadi. O'sha ikkita OH'i elektroliz uchun rasxod bo'lib ketib qoladi. Tushunarlimi? Demak, sulfat medida va elektroliz bo'lsa yoki shunga o'xshagan tipdagi moddalar elektrolizga uchrasa, eritmada kim qolyapti ekan? Kislotani o'zi qoladi-da, katodga metalni o'zi chiqib ketadi, anodda kislorod chiqib ketaveradi. Kelishdiga mana shunday qilib olasizlar. Bu C kategoriyamiz. Endi D kategoriyamiz desa mana xlorid medida va medni hozir ko'rdik nima bo'lishini. Qarang, med 2+ ida elektr toki ikkita elektronni berib, uni med atomlariga aylantirdi va bu bo'ldi. Katodda qoldi. Mana metal slabi bo'lganligi uchun metalni o'zi katodga chiqdi. Endi mana bu xlorlarimizda ikkita lishniy elektron bor. Elektr toki ikkalasini olib qo'ysa, xlor molekulasiga aylanib qoladi. Xlor molekulasi suvda erimaydi, suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. Shunchaki gaz bo'lib, u ham nima bo'lib ketadi tashqariga? Chiqib ketadi. Chunki uni biz mana bu yerda ham ko'rdik. Mana. Ko'rdilaringizmi? Xuddi shu proses bo'lyapti mana bu yerda. Ikkita xlor, bitta xlor molekulasiga aylanyapti. Bittasi xuddi yarimtaga aylansa ham, babi ikkitasi bittaga aylanyapti degan bilan bir xilmi? Mana. Ko'rdilaringizmi? Katodda med, anodda xlorni o'zi chiqadi. Qaysi modda elektroliz bo'lsa, nima chiqishligini tushundilaringizmi, yo'qmi? Hamma tushundi. Luboy sizga bitta modda berilsa, shuni analiz qilasizda, bu qaysi biri kuchli? Metal kuchlimi, kuchsizmi? Kislota qoldig'ida kislorod bormi, yo'qmi? Bo'ldi. Ikkita narsaga qaralar ekan. Metalni kuchli kuchsizligiga qaralar ekan, kislota qoldig'ining tarkibida kislorod bormi, yo'qligiga qarar ekanmiz. Bo'ldi. Qolgan hamma yo'q bir xil ketaveradi. Tushunarli? Endi shu yerda bitta исключение bor. Bir dona xolos, yo'q, boshqa bir dona xolos. Исключение bor. Mana qizilda yozib tushuntirib beraman shuni. Misol uchun kaliftarid degan moddamiz bor. Bitta shunday исключение bo'ladi. Qanday ketadi? Qarang. Metal kuchlimi? Metal kuchli, kislorod yo'q-a buni. Shu ikkalasining kategoriyasi bo'yicha masalan natriy xlorga o'xshab ketadigan moddami endi bu? To'g'rimi? Endi ketdi, mana buni qarang. Buni nima исключение bo'ladi? Mana plus va ftarid minus ionlarini hosil qiladi, to'g'rimi? Endi qarang. Kaliyda nima bo'lishini ko'rdilaringiz o'zi. Kaliyda o'rniga nima bitta elektron berilsa, bu kaliy atomiga aylanar ekan. Kaliy atomi sirasi suv bilan reaksiyaga kirishib, kaliy gidroksiddan nima chiqarar ekan? Katodda xullas nima chiqadi bu yerda? Vodorod chiqadi. Endi qarang, ikkinchi jarayon qiziqroqda, ftor. Ftarid ionlari bundan elektr toki o'sha ortiqcha bitta elektronni olib qo'yadi. Elektr toki olib qo'yadi buni. Chunki elektr toki, masalan, ftorni elektronlarini olib qo'yadigan birorta zarracha yo'g'ida element. Lekin elektr toki ftor ionidan nima qilib qo'yapti elektronlarni? Olib qo'yapti. U ftorga aylanib qoldi. Ftor molekulasiga aylanib qoldi, yarim mol. Ko'rdingizmi? Ftor molekulasi shu darajada reaksion sposobnosti, aktivligi yuqoriki, sirazu suv bilan reaksiyaga kirishadi. Ftor suv bilan reaksiyaga kirishib ketib, H ftorga aylanadi va eritmadan kislorod chiqaveradi. Xuddiki kaliy suv bilan reaksiyaga kirishib, kaliy gidroksididan suv vodorod chiqaveryapti-yu. Ftor ham suv bilan reaksiyaga kirishib, H ftor bilan nima chiqaverar ekan? Kislorod chiqaverar ekan. Endi eritmada kislota va gidroksid qolganligi uchun ikkalasi yana qaytadan kaliftaridga aylanib olaverar ekan. Kaliftaridligicha qoladiki, xuddiki katodda vodorod, anodda kislorod chiqib, yana suv aldangan bo'lib qolaveradi.
Lekin mana u yerda undan boshqa galogenlarda hammasida nima bo'lar ekan? Anodda galogenni o'zi chiqar ekan, gaz bo'lib tashqariga chiqib ketar ekan. Lekin bittagina shu ftorda mana shunaqangi manevr bo'ladi. Ular shunday qilib aldaydi ftor. Tushunarlimi? Kuchliligi uchun erimada все равно qoladi. Shuning uchun biz aytadi mana kitobimizda ham yozib qo'yilganda 8-sinfdami adashmasam, ftorni faqatgina elektroliz yo'li bilan sintez qilish mumkin, o'shanda ham eritmasi bilan emas. Biz ftorit ioni bor bo'lgan eritmani elektroliz qilib hech qachon nima ola olmas ekanmiz? Ftor ola olmas ekanmiz. Mana chunki u chiqayotgan ftorimiz nima bo'lib ketib qolar ekan? Suv bilan reaksiyaga chiqib ketib qolar ekan. Shuning uchun biz ftori bor bo'lgan tuzni rasplavi, ya'ni suyuqlanmasini elektroliz qilsak, ana o'shanda ftor chiqadi. Tushundilaringizmi? Suyuqlanmada suv yo'q bo'ladida. Hosil bo'lgan ftor molekulasi suv bilan reaksiyaga kirishib ketish uchun imkoniyat bo'lmaydi aytdi. Tushunlaringizmi? Endi yozib olinglar mana.